Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Flutter Riverpod haqida gaplashamiz. Flutter Riverpod nima? Riverpod bu Flutterda state management va dependency injection uchun juda ham ko'p ishlatiladigan, katta loyihalarda ishlatiladigan mashhur frameworklardan bittasi hisoblanadi. Masalan, bittasi blok bo'lsa, yana bittasi Riverpod hisoblanadi. Mana shu ikkitasi juda ham mashhur state management solutionlar hisoblanadi. Xo'p, bugun sizlar bilan o'zimizning klassik Flutter counter appimiz bor, counter pluginimizga Riverpodni implement qilamiz. Ya'ni Riverpoddan foydalanib, mana bu UIni update qiladigan logikalarimizni Riverpod providerlaridan foydalanib yasab chiqamiz. Hozir pastga tushadigan bo'lsak, mana bu yoqda bizda my home page, ya'ni mana shu ekranimiz turibdi. Bu stateful widget va buni ichida har safar mana bu tugmacha bosilganda increment counter funksiyasi chaqirilib, buni ichida set state'dan foydalangan holatda biz UIni update qilyapmiz, build qilyapmiz, ya'ni UI yangilanyapti. Biz mana shu stateful widgetni polni olib tashlab, stateless widgetdan foydalangan holatda biz logikamizni hammasini o'sha Riverpodni o'zini providerlarini ichiga olamiz. Alohida faylga ajratib, clean, ya'ni toza kod yozishga harakat qilamiz. Albatta bu juda ham oddiy misol, lekin Riverpodni tushunib olish uchun bu yaxshi boshlanish deb o'ylayman. Demak, xudo xolasa, hozir qisqa muddatda mana shu logikasini Riverpodni o'ziga ajratib olamiz. Birinchi navbatda keling, keraksiz narsalarni o'chirib tashlaymiz. Bir qancha kommentlar bor. Kommentlarning keragi yo'q. Kommentlarni olib tashlaymiz. Keling, mana stateful widgetimizni to'g'ridan to'g'ri stateless widgetga o'zgartirib olamiz. Bu yerdan increment ham bizga kerak emas. Hammasini o'chirib tashlaymizda, mana title qolsin. O'chiramiz. Stateful widgetni stateless widgetga o'zgartiramiz. Xo'p, bu yoqda bizda yana mana bu kommentlar keragi yo'q. Bu kommentlar ham kerak emas. Mana bu kommentlarimizni ham o'chirib tashlaymiz. Xo'p, yana adashmasam mana shu oxirgi komment. Mana kommentlarimiz ketdi. Widget bizda yo'q endi, chunki bu stateless widget, title'ni o'zi qoldi. Counter o'chirib tashladik. Buni keyin implement qilamiz. Buni null deb qo'ydim hozircha. Ya'ni mana bu floating action button on pressed metodi yo'q, ya'ni funksiyasi yo'q. Buni hozircha empty qilib to do deb qo'yamiz. Keyinroq o'sha providerlarimizdan Riverpoddan foydalanib buni implement qilamiz xudo xolasa. Xo'p, endi tepaga chiqadigan bo'lsak, Flutter demo homepage deyapti. Buni keling shunchaki Flutter Riverpod deb qo'yaylik. Bu muhim emas, lekin o'zgartirib qo'yaman. Xo'p, endi state уже yo'q bo'ldi, o'chirib tashladik. Bitta reload qilsak, hamma narsa joyiga qaytadi. Ko'ryapsiz? Flutter Riverpod 0 bo'lib qoldi. Hozir bu tugmachani bosadigan bo'lsak, hech nima o'zgarmaydi. Xo'p, endi bizga birinchi navbatda bu sahifamiz tursin. Ochamizda sidebarni yondagini ochib turib, bizga kerakli bo'ladigan package-ni, Flutter Riverpod package-ni va build runner-ni code generation uchun, ya'ni kod generatsiyasi uchun o'sha bitta ikkita package-lar bor, shularni o'rnatib olishimiz kerak. PubSpec YAMLni ochamiz. Bu yerda PubSpec YAMLni ichiga siz xohlasangiz to'g'ridan to'g'ri, ya'ni bu yoqqa pubdevga kelasizda, Flutter Riverpod turibdi bu yoqda. Flutter Riverpodni o'rnatishingiz mumkin va keyingisi bu yerdan build runner deb turib qidirsangiz build runner chiqadi. Bu ham sizga kod generatsiyasi uchun kerak. Buni ham oxirgi versiyasini o'rnatib olsangiz bo'ladi. Hop, keling, men bu yerda o'rnatmayman-da, balki terminalni ochib mana shu hozirgi proyektimizni, mana to do prilojeniyamizni root folderda, ya'ni shuni ichida turibman, shu papkasini ichida Flutter pub add komandasini yurgizib o'rnatmoqchi bo'lgan packagelarimni nomini yozaman. Xo'p, birinchisi Flutter Riverpod, ikkinchisi esa xo'p, Riverpod annotation. Mana shu ikkita packageni biz dependency qismimizga mana bu yoqqa o'rnatib olamiz. Xo'p, yurgizaman buni, enterni bosamiz. Ozgina kutib tursak, bularni skachat qilib, mana o'sha o'rnatib oldi. Flutter Riverpod annotation. Endi bizga bir nechta dev dependencies ham kerak bo'ladi kodni generatsiyasi uchun. Xo'p. Buning uchun biz yana o'sha Flutter pub add komandasini yurgizib, xo'p, bu yerga chiziqcha d flagni ham o'tkazadigan bo'lsak, demak buni dev dependenciesga o'rnatadi. Xo'p, birinchi navbatda bizga build runner kerak bo'ladi. Build runner va keyingisi Riverpod generator. Generator. Xo'p, umid qilamanki to'g'ri yozdim. Build runner,
riverpod generator. Qani o'rnatamiz bularni. Ozgina kutamiz. Skachat qilib oldi va mana dev dependency ni tagida, hop, mana bu kommentni olib tashlashimiz ham mumkin. Ko'ryapsiz, build runner va riverpod generator bular ikkitasi o'rnadi. Hop, endi terminalni yopamiz. PubSpec YAML ham bizga kerak emas, keragini o'rnatdik. Bu yerga kelib, birinchi navbatda yangi fayl yaratib olamiz. Hozir endi biz bu yerda domain, application yoki core, presentation degan papkalarni yaratib o'tirmaymiz, chunki qisqagina bitta test uchun prilojeniya bo'lgani uchun shu yerni o'ziga bitta fayl yaratamiz. Bu faylimizning nomini counter controller.dart deb olaman. Va bu yerda birinchi navbatda biz kod generatsiyasi uchun, ya'ni bitta kod generate qilamiz. Bu uchun o'sha biz yasaydigan, ya'ni generatsiya qiladigan faylimizning nomini bu yerga birinchi yozishimiz kerak. Xo'p, buni nomi hozirgi faylimiz, mana bu counter controller faylimiz bo'lsa, ana shu bilan nomi bir xil bo'lishi kerak. Xo'p, counter controller deymiz. Bittagina farqi .g yoki ingliz tilida .g dart bo'ladi. Faqatgina mana shu farq bilan, lekin faylimizning nomi bir xil bo'lishi kerak. Buni yozdik. Ikkinchisi @riverpod, ya'ni riverpod annotation deymiz. Riverpod annotation deyiladi. Mana shuni birinchi yozib, pastiga keyin mana klassimizni yaratsak bo'ladi. Xo'p, klassni yaratib olamiz oldin. Aytaylik, counter controller. Bu nima qiladi? Bu @riverpod, ya'ni mana bu kichikcha riverpod deganimiz. Bu riverpod annotation, ya'ni riverpod package mana shundan foydalanib, qachonki siz kodingizni generatsiya qilgan vaqtingizda ana shu riverpodni code generator package mana shu kalit so'zni qidiradi. Shuni ko'rgandan keyin ana shu belgilab qo'yilgan joydan qismi, mana klassimizga shuni qo'shib qo'yapmizmi? Mana bu klassdan foydalanadi, qolip sifatida foydalanib, sizga alohida bitta providerni yaratadi. Bu provider mana tepada yozgan, ya'ni counter controller.g.dart faylimizni ichida yaratiladi bu provider. Va ana shu provider bilan hozirgi yaratgan mana bu counter controllerimizni ikkitasini bog'lab ulaydi, xuddiki bitta faylda yozilgandek. Hop, davom etamiz. Agar tushunmagan bo'lsangiz, hozir sekin-sekin o'sha ma'nosiga yetib borishga harakat qiladi. Hop, pastki chiziqcha mana bu dollar belgisi bor. Bundan foydalanamizda va mana shu counter controllerni qo'yamiz. Endi bu nima? Bu nima degani? Pastki chiziqcha dollarni belgisi va mana bu counter control deyamiz. Bu klass hali biz Dartga aytyapmizki, bu mana shu ikkita belgini qo'yib buni yozishimizdan maqsad Dartga aytyapmiz. Hali bu klass yaratilmadi. Bu counter controller yaratilmadi. Lekin kodni generatsiya qilganimizda mana shu yaratiladi deb Dartga biz xuddiki va'da beryapmiz. Tushunarlimi? Shuning uchun buni yaratib ketyapmiz. Endi bu yerda bitta narsa kerak bizga. Bu extends. Ya'ni counter controllerimiz mana bu yaratiladigan klassni extend qiladi. Keling, sidebarni bu yoqda yopib turamiz. Ko'ryapsiz, bitta xatoliklar bor. Birinchi navbatda bu faylimiz hali yaratilmadi. Keyin mana bu riverpodni biz import qilmadik. Import qilish uchun keling yuqoriga o'tamizda import riverpod annotationni import qilamiz. Riverpod annotation, keyingisi ham riverpod annotation. Mana ko'rdingiz, o'sha xato ketdi. Endi bu klassimizni ichida mana bu counter controllerimiz, mana bunisi, ya'ni pastki chiziqcha bilan berilgani yaratilganda, uni avtomatik ravishda ichida bitta funksiyasi bo'ladi. Biz uchun bo'sh funksiya yaratilgan bo'ladi. Uni biz override qilishimiz kerak. Override deymiz. Hop, override ni kichikcha bilan yozamizda. Override deymizda ana shu build metodini yozamiz. Hop, bu build method bizi counterimiz, mana bu counterimiz faqatgina integer datadan foydalangani uchun shunchaki buni integerni qaytaradigan qilib qo'yamiz. Int build. Va return deymizda 0 ni qaytaramiz. Bu build method nima? Build method, ya'ni build funksiyasi bu xuddiki stateful widgetdagi init funksiyasiga o'xshaydi. Ya'ni init funksiyasi o'sha stateful widgetni yaratilganda yo'q, init funksiyasi birinchi chaqirilgani kabi, bunda ham mana shu kimdir shu providerimizni, counter controller providerimizdan foydalanganda birinchi default valuesi, default qiymati 0 ga teng bo'ladi. Ana shuni mana shu build methodi qaytaradi bizga. Hozir buni sekin-sekin tushunib olasiz.
Xo'p, endi buni saqlanib qilamizda. Keling, mana bu counter controller RiverPod'imizni providerni generatsiya qilib olamiz. Xo'p, controllerni ochamiz. Ingliz tilida generation deydi, rus tilida generatsiya desa kerak. Adashayotgan bo'lsam kommentda eslatib o'tasizlar. Rus tili bunaqa zo'r emas. Xo'p. Endi bu yerga kelamizda, biz kodni generatsiya qilishimiz uchun dart run deymiz. Xo'p, o'rnatgan packagemiz bor. Build runner degan. Ana shundan foydalanamizda va build komandasini chaqirib, keyin chiziqcha d ni bunga uzatamiz. Mana shu flagni beramiz. Bu d nima qiladi? Bu d qachonki bir xil klasslar, propertylar yoki bir xil kod chiqib qolsa, ana shu kodni o'chirib tashlab, o'rniga oxirgi biz yaratmoqchi bo'lgan kodimizni yozadi. Xullas, o'rnini almashtirib qo'yadi oxirgi yangi versiyaga. Buni yurgizamiz, ozgina kutamiz va ko'rdingiz, o'sha xatolik ketdi mana. Mana bular ham hammasi tepadagi qizil ham yo'q bo'ldi. Endi buni saqlanib qilaylik-da. Qarang. Bu yoqqa kelib sidebarni ochadigan bo'lsam, e'tibor bering, counter controllerni pastida counter controller.g.dart degan fayl yaratildi. Bu fayl biz mana bu nomini kiritgan faylimiz edi. Mana shu fayl. Mana ichiga kirib ko'ramiz buni. Buni ichiga kirsangiz, juda ham anchagina kodlar yozilgan. Bu kodlarni biz umuman o'zgartirishimiz, tegishimiz shart emas. Bu bizga avtomatik ravishda o'sha kod generatsiya qiladigan build runner va RiverPod annotation kod generatsiya qiladigan packajlar orqali yaratilgan bu bizga. Tushunyapsizlar? Mana counter controller, e'tibor bering, biz yaratdik buni. Counter controller bu yerda yaratildi. Xo'p, bu yerda mana men aytgan build metodi ham turibdi. Build funksiyam bu bo'sh turibdi. Biz buni bemalol o'sha override qilishimiz mumkin. Biz xo'p, keyin yana xullas kodlar ko'p. Bu yerda hammasini tushuntirib o'tirmayman, chunki chalkashib ketasiz. Xullas mana bizga bular yaratildi. Providerimiz yaratildi. Bundan chiqib ketishimiz mumkin. Endi biz o'zimizni bu yerga custom funksiyalarimizni, ya'ni o'zimiz alohida funksiyalar ham qo'shishimiz mumkin bu controller ichiga. Mana bu joyda mabodo partni tushunmagan bo'lsangiz, shuni tushuntirib ketmabman. Partni mabodo tushunmagan bo'lsangiz, bu part nima? Bu part bu yoqda ochadigan bo'lsak, mana bu hozir generatsiya qilingan faylni ochadigan bo'lsak, bu yerda part of deyapti. Xullas, mana shu part of va part ikkitasi sodda qilib aytganda, ikkita faylni ichidagi kodlar bir-biri bilan bog'liq, ya'ni bitta fayl deb hisoblashi uchun mana shu kalit so'zdan foydalanamiz. Biz bunaqa, agar hozir siz buni importga o'zgartiradigan bo'lsangiz, importga o'sha ishlamaydi. Sababi buni ichidagi, ya'ni mana bu faylni ichidagi har xil o'zini, misol uchun private propertylari bor, shularga access qila olmaymiz. Mana buni ichidagi kod partdan foydalanganingizda, mana shu part kalit so'zdan foydalanganingizda, mana bu yaratilgan, generatsiya qilingan faylning ichidagi barcha kodlar xuddiki mana shu faylimizni o'zimiz yaratgan faylning ichida turgandek ishlatishimiz mumkin. Shuning uchun biz partdan foydalanyapmiz. Bu o'sha Dartdagi juda ham bir muhim kalit so'zlardan biri hisoblanadi. Xo'p, endi keling bizga kerak bo'ladigan funksiyani yaratamiz. Bizga kerak bo'ladigan yagona funksiya bu yerda increment degan funksiyamiz bor. Bu yoqda o'chirib tashladik, ana shuni yaratamiz. Increment deymizda. Xo'p, bu yerga kelamiz. Xo'p, buni type'ini void deb qo'yaylik, hech nima return qilmagani uchun. Endi bizda bitta qiziq narsa bor. Bu yerda e'tibor bering, hech qanaqa variable yo'q hali. Lekin bizi providerimiz mana buni ichida state degan bitta variable bor. State. Mana shundan biz foydalanib, mana aytaylik, plus haligi ichida yozilgan incrementdan incrementni, ya'ni countni plus qilinganda biz mana state'ni plus qilishimiz mumkin. Bu state nima? Bu state mana bosadigan bo'lsak, hozirgi yo'q mana bu bizga, mana shu klassimiz bizga mana shu state'ni foydalana olishimizga imkoniyat beradi. Shu bu state bizni datamiz, ya'ni o'sha count datamiz bo'ladi. Plus qildik, buni saqlanib qilamiz. Buni ma'nosi mabodo bilmaydigan bo'lsangiz, hop, state plus deganimiz state teng state plus aytaylik 1 ga teng. Mana shunday holatda state. Endi bu yerga kelamiz. Asosiy faylimiz ichiga kelamizda, controllerimiz bo'ldi. Buni ham yopib qo'yamiz terminalni. E'tibor bering, stateless widget dedik-a.
Endi biz stateless widgetni o'rniga biz Riverpod annotation beradigan consumer widget bor. Ana shundan foydalanamiz. Consumer widgetdan foydalanamiz. Bu consumer widget xuddi stateless widgetga o'xshaydi, lekin bizga bir qancha qo'shimcha funksiyalarni beradi. Ya'ni biz providerlarimizni shuni ichida ishlata olamiz. Birinchi navbatda e'tibor bering, bu yerda bitta xatolik deyapti. Build'ning tagida qizil chiqib qoldi. Sababi build method consumerni build metodi faqatgina context emas, balki widget reference'ni ham bizga beradi. Buni biz widget ref deyishimiz mumkin. Bu widget reference'imiz biz providerlarimizni o'sha listen qilishimiz uchun, providerlardagi o'zgarishlarni kuzatib ana shu qiymatlarga asoslanib UI ni update qilishimiz uchun kerak bo'ladi. Xo'p, demak refdan foydalanamiz. Birinchi keling. Final deymiz. Xo'p, state deb nom beramiz bunga. Chunki biz state ni olamiz yaratgan kontrollerimizdan. Ref deb watch degan funksiyasi bor refni. Bu watch xuddiki kuzatib tur o'zgarishlarni degan funksiya watch. Endi buning ichiga biz o'sha qaysi providerni watch qilish, ya'ni kuzatishi kerakligini aytishimiz kerak. Bizda counter controller provider degani yaratilgan. Bu qayerdan kelyapti desangiz, mana buning ichiga kirib ko'ramiz. Kirsangiz, mana hozirgi yaratilgan faylingizni ichida mana counter controller provider turibdi. Aynan mana shu providerdan foydalanyapmiz biz. Shu providerni nima qilyapmiz? Kuzatyapmiz build metodimiz ichida. Mana state dan foydalanib. Endi pastga tushamizda, mana state ni oldik. State ni endi biz bu yerda 0 bo'lsa, 0 ni o'rniga shu state ni qo'yishimiz mumkin. Bu state'imiz mana ustiga olib keladigan bo'lsam, e'tibor bering. Int deyapti. Sababi bu o'sha integer value. Boyaga countimiz bo'ladi. Xo'p, mana buni qo'ydik. Endi saqlanib qilamiz. Provider topilmadi deyapti. E'tibor bering. Provider topilmadi deyishiga sabab biz birinchi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan ish bu yoqda my app degani turibdi. Mana shu my app ni provider scope bilan o'rab olishimiz kerak edi. Provider scope childga hozirgi my app ni uzatamiz. Mana provider scope ni o'rab qo'ysak, endi bitta prelationni reload qilib olishimiz kerak, chunki hamma narsa joyiga tushishi uchun. Mana e'tibor bering, 0 bo'ldi. Hozir counter controller ichiga kiraman. Bu yoqda endi 0 o'rniga 1 deyman. Va bitta reload qiladigan bo'lsam, e'tibor bering, bu 1 ga o'zgardi. Xo'p, hozircha endi 0 ga o'zgartirib turamizda. Endi qanday qilib bu funksiyani ishlatamiz? Increment funksiyasini qanday ishlatamiz? Shu haqida gaplashaylik. Xo'p, bitta reload qilib olaman. Main Dart ichiga kirib, yana o'sha home page ga kelamizda, my home page ni ichida mana bu tugma bosilganda, floating action button bosilganda biz ana shu increment metodimizni chaqirishimiz kerak. Buning uchun biz yana ref dan foydalanamiz. Bu ref o'sha mana bu yoqdan kelyapti. Bu ref, mana widget reference. Ref dan foydalanamizda. Endi biz watch qilmaymiz. Biz o'zgarishlarni kuzatishimiz shart emas, shunchaki providerdan bir marta foydalanmoqchimiz. Providerdan bir marta foydalanish uchun read degan metodi bor. Ya'ni funksiyasi bor. Read dan olamizda, read dan foydalanib boyagi counter controller providerni olamiz. Endi counter controller providerni o'zi emas, bizga aynan notifier kerak bo'ladi. Sabab biz bitta action qilmoqchimiz bunda. Ya'ni action deganimiz o'sha increment funksiyasini chaqirmoqchimiz. Endi biz nuqta deb incrementni chaqirishimiz mumkin bu yerda. Saqlanib qilamiz. E'tibor bering, bu tugmachani bosganimda o'sha mana 1 bo'ldi. Mana xohlaganimizcha bosishimiz mumkin. Boyagi funksiyani biz o'sha Riverpoddan foydalanib yaratdik. Mana e'tibor bering, bu yoqda Riverpodda mana shu kodni yozdingiz siz. Mana o'sha bu komment kerak yo'q. Shu kodni yozdingiz va bu yoqda mana bu stateful widgetdan polni qutildingizda faqatgina mana bu oddiygina consumer widgetdan foydalanib ichida siz UI ni bemalol update qilishingiz mumkin. Mana shu holatda. Xohlaganingizcha buni funksiyalarni o'zgartirib, masalan, increment bo'lsa, decrement, ya'ni qisqartirish metodlarini yoki boshqa funksiyalarni qo'shib, xohlaganingizcha buni o'zgartirishingiz mumkin. Mana shu Riverpod qanday ishlashi. Umid qilamanki, sizga anchagina narsa tushunarli bo'ldi. O'zbek tilida bularni tushuntirish oson emas. To'g'risi, men ingliz tilida tushuntirib kelganim uchun hozirgacha ingliz tilida YouTube kanal yuritib kelardim, lekin o'zbek tilida shunaqa bir mavzularni Flutterga oid yoki umuman dasturlashga oid mavzularni olib chiqishga harakat qilyapman. Umid qilamanki, sizlarga foydali bo'ldi. Agar kamchiliklar bo'lsa, bemalol komment yozishinglar mumkin, chunki kamchiliklarni tashqaridagilar ko'radi. Bunga asoslanib, albatta odam o'sishi mumkin.
Yana sizga qanaqa mavzular Flutterga, Pythonga yoki xohlagan dasturlashtiringizga oid qanday mavzular qiziq, shu mavzularni kommentariyada yozib qoldiring. Xudo xohlasa shu mavzularga oid har xil tutoriallar, ya'ni darsliklarni chiqarib borishga harakat qilaman. Kanalga obuna bo'lishni unutmang va bu videoga ham albatta like bosib qoldiring.